8-chi qismmi bu, 20-chi qismmi odam adashib qolib ketdi. Mana qo'yibdi. Birinchi. Nimani? O'chirish pishirsa. Pishibdimi? Mahsulot. Bitta yeb ko'ring. Dahshat pishgan. Bankacha oy. Buni hali borku. Pastga pishib yeymiz. Hozir buni birdan bega yeb qo'yamiz. Hozir. Opkin bilan nima? Mana. Bak. Bu qozon zo'r tomoni buncha sovumaydi. Mana deb ovqatda. Yarim qozon ovqat. Buni bilan bulyonni ichishda hech iloji yo'q. Nima? Bulyon yo'mash. Nonni sindiring deb siqib otib, nimaga tiqib turing. Mana bunaqa to'kildi. Mana. Va. Ali. Anon go'shi. Nerede? Ya, bitta yemeyman deysiz. Anon go'shi bu nima edi? Tashlikniki. Mana ana. Ovqatga chiqib ketdi. Ana o'ldirganda issiq. Mana issiq bilan ovqat yeyish zo'r ekan. Nima xohlasang bunday tupasang. Xitoyliklar bilaman. Uyga men ovqat yetmayapti, uyda kamera olib kelibdilar. Men ovqat yetgan, uyda kamera. Hozir nima bo'lyapti? Bo'lyaptimi? Qatiqlarga birrov qarama. Bodring mana. Qalam. Qalam. Ma, qalampirdan bitta chayna. Mana sindiradi. Bunlar nechta qo'yayotgansan hali? Va? Lekin bir zo'rlashsa, kimga? Ha, sizlar uylaring ko'rdim, kimni? Qishga darvoz ana eshikdan kirgan joyga maraq qo'yib qo'y. Zo'rlashsa. Lekin buni bitmaydi. Ichasi qalbimda o'tirdi.
Alish, Ha. bitta uxlab turaymi? Qo'y. Yozgi kuni kreditsa bo'lardi, anaviga shita. Kiyimlar qo'yish. Bak, yillik şurayalik bo'lishi bilan. Pastga tushib ichamiz. Uyga ichamiz yo'q bo'ldi. Pastga qayerga chiqasiz? Uyga ichamiz uni. Yakunda. Yakun bilan bitta joyga boramiz, avlov joyiga. Yancha mashina qiynab kelgan yakun bo'ladi. Mashina qiynashga qiynadi. Lekin sanjar bo'ldi Buni uchun nima mog'orlab qo'ygan? Mo'g'irlamagan. Buni ichi tashib qilinganki, Hali yangi-da. bir xil joyga ana tekka bir joyga tegmadi. Bu mo'g'ir emas bu. Ko'rishimni kerak. Shu yakka o'qi yetib boramiz shu. Shutur. Ha? Maaş kuştu. Oğlum yoksa obası. Ha? Bugün hammasını yelmeyemiz bak. Hozir mana shunday solamizki, daraga tushgandan keyin ham bitta yeymiz. Cho'ponlar kuchiga qoldir. Yegimiz kiysa. Yegimiz kiymasa. Sağdan aytibdi, juda ko'p go'sht bor. Hozir tishni to'ydiradi go'shtda. Bir men uxlab turayım ana. Hali go'sht qalin yuqaladi, dahshat tushib. Haline tamam pişmedi. Bunu o tam ana olsun. Ana bulyoniga. Bulyon içti loji. Haylar ko'saga o'g'darmiz. O paska birinci obaramiz. Suvda o bo'lmaydi. O bo'lsa o bichaydi. O bilan shunday to'kkan o'zi. Mana o da. Ha. Bush bilan to'kib ber. Kim qo'shini chiqib bilan olib o'jadi. O chiqqan. Bo'ldi. İç kurma. İç kurma. Yaxshi. Ekstra. Bak. Şurada içken. Bakın. Dahshat. Yo go'sht ko'pligidan pazarni zo'rligi. Ya ulan sen qorni ochib, qayerdan ochib bo'ladi? Yarim soat bo'lgan shashlik yeyamiz. Ha? Yarim soat bo'ldimi? Bo'ldi. Bitta qavun yeb keldi. Yana qavun yeydi. Ulan sen shu prezidentni ne ana kuyovlarni ne o'qitdin? Chirchqachak. Qancha bu qozon? Yo, hech bir. 200 nechi pul? 300 yani. Lekin buni uyimga ovqat qilaman desang, Azam qo'y. bitta odam O'lib to'shib ketadi. man manag'ini turiga qoplangan o'ylayveraman. Shu paytga shunday o'ylayveraman. Manag'i o'zani o'ylaydi. Olish kerak ekan. Bilmammi? Hozir boya qisqa boya ana qiladi.
Anavda. Xotin o gün içe parda marda olib keliyordum ama yaşlı. Oğlan kozundan olib keliyordum. Parda marda bana keliyemez. Ya şan böyle boşiga birov постоянный yana qo'rqib ketdi. Balancha uyga o'zim purlab ketdi. Bir zum bilan shunday gaplashib qo'ydi. Balancha uyda o'zani urib ketibdi, pishtirga o'shdi. Voy qimmatchilik davri edi. Aytaman, televizorda ko'rsatdim qanday ishlatishdi. 15 minut qo'ydi. Go'shtlar hammasini solib 15 minut qo'ydi. 15 minutdan keyin tayin alovini o'chirdi-da, tepasidan bitta birovni mana o'cha bash deb mana chiqdi. Hozir bizlar bor, kelapinimizni uyni o'chirdik. Ha. O'yna boshqa. O'ylashdik, buni qurasizmi? Ay, Alba birov ko'rilmaganda. Hey, ising ham ko'p ising mana shu. Yo'qdan magazinga. Bu endi ko'p ising ko'rganmiz. O'shamga Qo'shimmi? masal. yer diyor dedi. Uyqusanga ham zakon dimlasang. Agar katta ko'z bo'lsa ana chalg'itmaylar, bo'ldimi? Qilib turaver. Men bu pomidor 2 qiladi. Buni olib tuzurdi. Tuzi? Qorning jo'yatgan. Ne? Voy, hiç odam ana qilmayapti.